Hammaga salom. Sizlar bilan yana Fezer. Ancha payt yo'q bo'lib ketdim va gapirmasdan video oldim. Buning uchun sizlardan uzr so'rayman. Va yana 200 ta ham bo'ldim. Buni hali nishonlaganim ham yo'q. Lekin nima lekin? Bo'ldi. Bugun qanaqa video olishda hozir sizlarga ko'rsataman. Yaxshiroq o'rnashib oling va biz videoni boshladik. Bugun bizda qishlog'imizga zombilar hujum qiladi. Birinchisi oddiy zombi, ikkinchisi skelet zombi va oxirgisi zombi creeperlar. Bu yoqda tepaga chiqaman va buni bossam golemlar pastga tushib zombilarni o'ldirishni boshlaydi. Bu dastakda bitta bossam. Bu yerda o'zimning aslahalar, qurollarim bor. Bu yoqda bo'lsa mana bu blok, mana nima edi? Mana shuni sindirsam, hamma animallar zombilar kallasiga tushib, zombini miyasi bilan yo'q qilib yuboradi. Bu yerda lava. Nimaga bu boshqacha bo'lib qoldi? Hozir to'g'rilaymiz. Mana bo'ldi, to'g'rilandi. Faqat tushib ketmaslik kerak. Buni o'chirib qo'ydim. Endi kechqurun bo'lishini kutishim qoldi. Uyim kichkina, lekin bo'laveradi. Va buni tavati ham bor. Endi kechqurun tushib zombilar paydo bo'lishini kutamiz. Qani zombilar paydo bo'ldimi? Salgina kechqurun bo'libdi va buni ko'rsak. Nima? Shunchalik ko'p zombimi? Tez qurol aslahalarni kiyib ish kerak. Tezroq. Tinchilardi. Ovqat. Va yana bir staga yetadi hozircha. O'q olamiz. Tungi ko'rish damlamasi va zahar. Buni qasdan olamiz. Hozir bunda qayerdasizlar? Bunda bittara. Tezroq ular o'ldirish kerak. U yoqda. Darajani qaranglar. Yo pastga tushib birga bir jang qilaymi? Bilmadim. Shunday qilgan hammaga qiziq bo'ladi. Unda men hozir tushaman. Nimaga bu yerdagi jon to'lmayapti? Bu yerdagi jon. Mayli ketdi. Ye. Behke. Zarlan o'llaring. O'zimga ham qo'shildi. Hammasini o'ldirish kerak. Birinchi fazadan shunday qiynalyapti. Ikkinchi faza, uchinchi faza unda qanaqa bo'ladi? Sizlar tez like va obuna bosib qo'yinglar. Mening maqsadim yangi yilgacha 250 ta bo'lish. Shunga obunalarni bosib kelinglar. Yana do'stlaringizga ham jo'natishingiz mumkin.
Sizlar o'rtashim kerak. Endi sizlar qo'ydi. Bo'ldi emasda qilishdi. Bo'ldi. Nechun daraja bo'larkan? Yo'q, borguncha videoni to'xtatib turaman. Mana kelib oldim. Bo'ldimi? Yana qayoqda bor? Mana. Do'stlar, menimcha birinchi faza tugadi. Ikkinchi fazaga tayyorlanish kerak. Qani, ko'raylikchi ikkinchi faza. Nima? Shunchalik ko'p skeletlar ham bor. Skeletlarni uzoqdan qoqish kerak. Men snayperman. Va ko'z chiqdi. Bu menga yordam. İkinci faza bunday oson tugashi hayolimda ham yo'q. Skeletlar bu yerga kelishiga yo'l qo'ymaslik kerak. Bu yerda endi aniq birga jang qilish bo'ladi. Bittara. Endi kechqurun bo'lishini kutishim kerak. Aha. Ey. Bolalar, menimcha uchinchi faza faqat creeperlar bilan bo'lsa kerak. Ular o'z-o'zidan yonib ketyapti. Ey, creeperlar! Bu yoqqa kelishsa-da. Bu yoqda kimlar bor ekan? Hamma sizlarga qiziq bo'lsin. Men shuni sindirib qo'yaman. Yo'q. Shunday ham o'lmadim bular. Endi nima qilamiz? Creeper. Bittada. O kelishyapti. Qo'limlar. Qanday dahshat. Bu yoqqa o'tkazmabman-ku. Mayli. Ana, endi qoqishadi. Pastga tushamiz. Bu yoqqa kelaring. Ma. Oxirida tanata bo'lan. Nima? Mayli. Bu binoni endi yo'q qilib yuborish vaqti keldi. Unda nega himoya qildim? Ach! Ana hammasi tamom. Hammaga xayr. Video shu yergacha bo'ldi. Va kanalga obuna bo'lib, videoga like bosinglar. Keyingi video chiqishini xohlasalaring 10 ta like beringlar va kanalimda 250 ta video obunachi bo'lsin. Hammaga xayr.